Mana nima uchun bu gilos yaxshi meva qiladi? Mana bu ulangan shox. Ko'rishingiz mumkin mana bu yerda. Payvand qilingan, gullagan. Samin gilosdan ulagandik. Hozir bu yerda nargi giloslarga ham ulaganmiz. Biz bitta xato qilganmiz. Novdani pastroqdan ulab qo'yganmiz. Asli balandroqdan ulash kerak bo'lgan ekan. Mana bunisini ham ko'rishingiz mumkin. Bunisi ham changlatadigan novda, mana unchalik kuchli tortish bo'lmagan. Shuni hisobiga novdalar hali kichkina ulanganiga bir 2-yil yoki 3-yil bo'lyapti orqalilarini. Bularda agar balandroqdan ulaganimiz deydi ekan, tortish kuchliroq bo'lib, novda baquvvatroq bo'lsardi ekan, changlash ham tabiiyki kuchliroq bo'lardi ekan. Keyingi safar ulaganlarimizni balandroqdan uladik, unda effekt kuchliroq bo'ldi. Hozir mana shu ko'rib turgan novdangiz ham changlash uchun samin gilosdan, yo sariq giloslardan qo'shib ulab chiqilgan. Bunisi o'zi bahor gilos, bu olavoy. Mana bunda ham 3 ta changlash uchun alohida-alohidadan novda, boshqa sortlardan ulab qo'yganmiz. Siya qilamiz, ulaylar sizlar ham. Mana hozir iskana payvand bor. Uni orqasidan mana avgustda pindik payvand soldirish kerak oralarida o'sha balandroq shoxlarga iloji bo'lsa, o'suv jarayonida ketayotgan shoxlarga soling. O'shanda unishi ham, ko'tarilishi ham yaxshiroq bo'ladi.